أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaykum hurmatli o'quvchi saboqdoshlar. Yana bugun Allohning rahmati bilan darsimizni davom qilmoqchi. Bugungi darsimizning 5i hayz haqida. Ya'ni ayollarning odat ko'radigan odati kesili haqida bo'ladi. Babul haydi. Bu hayzning masalalarini, uning shariatdagi hukmlarini bayon qiladigan, tushundiradigan bir bab demakchi. Hayz musulmonning hayotiga intayin munosabatlik bo'lgan ve Müslüman onun hükümlerini zade bilmesi bo'lmaydigan muhim bir mesele. Birinciden hayz bo'lganda ayollar namaz okumaydı, Kur'an okuyamaydı, yana ro'za tutanmaydı. Şununga o'xshagan talaq meselesi onunla münasebetlik, iddet meselesi onunla münasebetlik, nurgulluğun meseleler, cinsi münasebet mi? Onunla münasebetlik, nurgulluğun meseleler bununla münasebetlik boğallığı üçün bu meselenin bölüş ve bu meselede ilimge ega buluş nahayet muhim, ehmiyetlik. Şunun için bu meseleni ulamalar alahide bir mesele süptüde toxtalgan. Bazen kitaplarda Kitabul Haydi deb kelsa, ba'zanlarda Babul Haydi deb kelgan yerler var. Endi hayz degan nimadan iborat desa, ayol kishining teni sog', tandurust, ammo oyda bir qitim bir necha kun o'xshamagan holatda ayollarning odat o'xshamagan bo'g'achqa o'xshamagan kunlar jarayonida ayollarni ko'radigan bir balayotqudan chiqadigan sesiq balayotquga jug'lashgan sesiq qonlarning eqib ketish orqali ayollarni ko'radigan kasal, odat kasali deb qo'yiladi, ba'zida ayollar kasali deb qo'yiladi. Adet kesilimi deb qo'yiladi yoki odat ko'rgan deb qo'yiladi. Demak, hayz degan ayollarning har oyda bir qitim ko'radigan odat kesili yo ayollar kesili deb ataladigan bir kasal. Hayz ba al haydu fil lugati as-sayalanu. Hayz degan Arap tilida yani lügat ma'nosi oqmoq degan ma'no. Eqish deydi. Bir suyuq narsaninki oqqanligini deyiladi. Masalan buningga hazatil arnabu arablar hazatil arnabu tushqan hez ko'rib qoldi deb deyiladi. Iza sala anhal arnab. İza sala minhaddamu, yani tuşqandan qan aqsa, tuşqan bir zidi bo'lib qaldimi ya bir sebep bilan qan aqqan bo'lsa, bu qanning aqqanligini ifodalash uchun hadal arnabu deyiladi bu arab tilida. Hazati shajaratu iza sala minha samghu. Hazati shajara deyiladi. O daraxtın yilim
oqsa, daraxtda yilimlar bor, jigdininki yilimi deymiz, ya boshqa daraxtlarninki o'zining yilimi, shilimlik bir moddalar, shilim moddalar oqqan bo'lsa, buni Hazreti Shajara deyiladi. Demak, hayz degan arab tilida nima desa, iqish degan ma'noni uqtirib turdi. Şeri'de ve fi şeri'i seyelanu demin mahsusin min mevdu'in mahsusin fi vaktin ma'lumin. Arab şer'i tilda bu hayz degan nimani uqtirib turdi deyilganda, şer'i tildagi ifodalaydigan hayz maxsus qon, bu tumudin chiqadigan qonmi emas, yoki bire yani yaralangan, zidi bo'lganligidan chiqadigan qonmi emas, maxsus ezning qani yo qop-qora qon, yo dug' qon, yoki qizil qon deymiz. Shuning o'xshagan maxsus qonning maxsus bir o'rindan, ya'ni jinsiy a'zodan, jinsiy yo'ldan, balayotqining ishidan chiqish orqali chiqadigan qon. Ma'lum vaqtda, uning vaqti ma'lum, ya'ni qiz bolaninki 12 yosh, 10 yosh, 9 yosh uning turmush sharoiti, yashayotgan muhiti, yeyotgan yemak ichmaklari, mushuning ta'siri bilan her bir aile, cemiyet ya yaşayotgan yurtninki ta'siri bilan qiz boladan keladigan bir qon deymiz buni. Shu ma'lum vaqtning o'zida, ma'lum vaqtning ya 10 yoshdan 40 yoshgacha ya 50 yoshgacha bo'lgan vaqt, mushunda vaqtning o'zida oqadigan qonning o'zini shar'ida hayz deb ataladi. Ve dima'u salasa, qon 3 turlik bo'ladi. Ulamalar qonni 3 ga bo'lgan. Buning birisi hayzning qoni, yana birisi nafasning qoni, yana birisi istihozaning qoni deb 3 ga bo'linadi. Yana birisi tumuluning yo'li orqali ya bir bedenning kesilishi orqali bo'lsin chiqqan qonlar. Demek bu 3 turlik qon. Bu turli qonlarning o'zini biz hammani o'zining joyida, o'rnida loyiq tushuntirib o'tamiz. Hayz degan nima? Al-addamu allazi tasiru al-mar'atu bihi baligatan. Bu hayz degan uning orqali qiz bola balog'atga aylanadigan, balig' bo'ladigan qonni hayzning qoni deymiz. Qiz bola tunji qitim ko'rgan vaqtda bu qiz bolaning balog'atga yetganligini uqtirib turadigan qon bu. Bimtidaihil mumtaddi ila vaqtin ma'lum. Uning başlanışıdan başlap, o qonning başlanışıdan ma'lum vaqtgacha davomlashadigan. Yani ya 40 yoshgacha, ya 45 yoshgacha, yoki 50 yoshgacha ayollarninki jismi, ayollarning yemak ichmak muhiti, ayollarning yashayotgan havo sharoiti münasebeti bilen ma'lum vaqtgacha davomlashadigan, boshlanishi bilan davomlashadigan qonning o'zini buni hayzning qoni, ya'ni ayollarninki balog'atga yetganligini uqtirib turadigan qon bu hayzning qoni. Buni İmamul Karxiy rahimahullah degan. Bu hayz qoni, hayz qandoq narsa degan chaqda ayol kishi uning orqali balig'i bo'ladigan, ya'ni cho'ng taklifot yeshiga, balog'at yeshiga o'tadigan bir bosqichdan yana bir bosqichga halqib o'tadigan qon degan.
Bunun delili Peygamber aleyhissalatu vesselam la salate li haizin illa bi hamarin. Bu yerde balagat yetken ayal kız balınınki namazı yağlık bilen buludu. Yağlık artmay, namaz okugan bolsa, yani beşini yögep, çeçini yögep, namaz okumagan bolsa, onun namazı namaz olmaydı. Digen Peygamber Aleyhisselam. Bunu bu yerde lihaizin digen hezdar ayalının digili olmaydı. Nemi için hezdar ayalığı namaz yok mu? Yağlık bilen dese, çünkü hezdar haletinde namaz okuyamaydı ayal kişi. Anda bağında hezdar haletinde namaz okuyanmağanlığı üçün bunu kandak alımı ise hez kürüdüğün, hez küreş yeşiği yetken, ya ki hez küravatkan ayal kişi, yani balagat yetken ayal kişi namaz okumakta bolsa yağlık bilen okuydu. Yani balığa İmam Ebu Bekir bin Muhammed bin Fezlil Bukhari, İmam Bukhari'de tug'ilgan ve Bukhari yetişken Hanifi mezhebiniki peshvosi El-Mabsut degan nomli kitobninki muallifininki shoirdi İmam Ebu Bekir mundaq dedi. Hayz degan huve demullezi yenfuzuhu rahimul mer'atil muslime anis sigari ve dair. Bu hayz degan sağlam bir ayol kishininki. Sağlam ayol kishininki kichiklikdan emas, yeshinin kichikligidan emas, kasallikdan emas, tenimi sağlam, ten durust, sağ salamet. Kichiklikdan emaski u balagatga yetgan, yani cho'ng'gan, sağlam bir qiz balaning balayotqusi chiqagan qon deb tushundirgan. Yani demek bu qani kasallikdan paydo bo'lgan qon emas bu. Ayollarning kasal bo'lganligidan paydo bo'lgan qon emaski, bu onning balayotqusida Alloh taolo bala qo'saq ko'targan vaqtida baliq uzuq bo'lish uchun o'rinlashtirgan bir modda bo'lib, qo'saq ko'targan vaqtda shuni ayol kishi hayz ko'rmaydi. İlla qo'saq ko'tarib, çünkü bala onu uzuqliq sifatida iste'mol qiladi. Ammo bala emitayotgan yoki qo'saq ko'tarmagan chog'ida ayol kishi onunda jug'lishib balayotqisi chiqib ketadigan qani. Chunki chiqib ketmay qolsa, balkim u balayotqi sesib qilishi mumkin yoki boshqa bir kasallik uchrab qilishi mumkin. Shunga ne kichiklikdanmi emas, kasallikdanmi emas, sağlam bir ayolninki balayotqisi qiqib chiqargan, yani silkib chiqirayotgan qon degan. İstihaze degan, endi bu qonniki hayzning qani nereden chiqadi desa, bu balayotqining ichidan chiqadigan qon bu. Balayotqining ichidan chiqadigan qon. İstihaze deymiz, bu istihaze degan kasallikdan bo'ladigan, yani ayollarning to'xtamay xun eqib turadigan yoki ma'lum qon eqib turadigan, u to'xtab qolmaydigan, davomli eqib turadigan bir qon buchu istihaze degan. Bu endi kasallik bu. Ayol kishininki kasalligi. Bu bir. İkinci birisi bu nereden chiqadi desa, bu jinsiy yo'llardan chiqadigan qon bu. Ammo bu balayotqidan chiqmaydi. Ve demul kharicu minel ferci duner rahmi. Bu istihaze degan balayotqidan emas, jinsiy yo'ldan chiqadigan qonni istihaze qani. Nifas ve huve ma yahrucu ma'al veledi ev aqibahu. Nifasning qani balaning tug'ilishi bilan birga chiqadigan yoki bala tug'ilib bo'lgandan keyin chiqadigan qonni nafasning qani deniladi. Demak, qon mana yuqoridan iborat. Biri hayzning qani, uning bilan
qiz bola balog'at bo'ladigan qon yoki ba'zan ulamolarning tushuntirishicha kichiklikdanmi emas, shundoqla kasallikdanmi emas, qiz bolaning bola yotqisi chiqargan qon dedi. İstihaza degan bola yotqining ichidan chiqmay, jinsiy yo'llardan chiqadigan ya ma'lum tumuli orqali kelib chiqadigan, ammo davomli chiqib turadigan to'xtamagan qon. Nifas bu bolaning tug'ilishi bilan billa yoki bola tug'ilib bo'lgandan keyin chiqadigan qonni nafasning qoni. Ya'ni yuqorqi qonlar yuqorqidan iborat 3 turlikka bo'linadi. Qala va aqallul hayzi 3 ayyamin va layaliha. Ya'ni hayzning ne tulib bo'lgandan keyin buning muddati qanchalik bo'ladi degan haqda ulamolarning qarashi bir-biriga o'xshamagan. Hayzning eng tövini 3 kun kechalari bilan qo'shib. Eng tövini 3 kun. 3 kundan tuvan kagini o bir kasallik o. Hayz emas o. Ama bazen ulamolar bir kun deganlar bor, İmam Malik o'xshagan. Yana ba'zanlar bu bir kun emas, faqat birlikdan shunda keldi, kelib onundan keyin to'xtagan bo'lsa, bu hayzga tavadi. Köpe yani inin tüveli 13 gün hayzning chiqi 10 kun kechaları bile 10 günning eşip ketgini hayz emas, bir kundan 3 kundan tuvan bo'lgani hayz emas deb İmam Abu Hanife rahimahulloh shunday degan. Buningga dalil Payg'ambar alayhissalatu vassalam aqallul hayzi lil jariyatil bikri والسيب 3 أيام بلياليها وأكثره 10 أيام. To'y qilmagan qizvalining va to'y qilib bo'lgan qizvalininki hayzning eng tövini, eng ozi muddat jihatda 3 kunduz, uning ko'pi 10 kun deb Rasululloh bu hadisda xabar bergan. Ama ayette bununla vaqt belgülemeklik. Yes'alunake anil mahiz, kul huve ezen fe'tezilun nisa. Ula hayız doğruluk senden soraydı. Digin ki Muhammed Aleyhisselam o hayız bir eziyet insan yerigini dıgan, seskini dıgan bir eziyet. Fe'tezilunne fil mahiz. Ayallarının hizleri vakitte ayrılıklı oladın. Münasebet kımmanlığa digen bu ayetin özünü delil kılımız. Ve an Ebi Yusuf'a aqalluhu yevman. İmam Ebi Yusuf rahimahullah hayzning en tuvan muddati 2 kun. Köpüço 3 dedi. Nima uchun iqamatan lil aksari maqamal kul? Nima uchun aksarini kulning o'rnida, ya'ni ko'pni hammaning o'rnida tug'izganligi uchun shuna 3 kunni ko'pi degan. ولا اعتبار به لأنه تنقيص عن تقدير الشيء. İmam Ebu Yusuf'un ki bu xil fatvasını itibarga almaymiz. Nima uchun? Çünkü bu şeriatning bekitgan, urullaştırması ve bekitmesinden az qoldirayotganlik bu. Şeriat aqallul hayz lil jariyatil bikri was sayyib 3 ayyamin deb bekitgan tursa, İmam Ebu Yusuf rahimahullah bunun en tövünü 2 gün deb bekitdi. Bu şeriatning bekitishini az qoldirayotganlik bu. Qala wa ma naqasa an aqallihi wa zada ala aksarihi istihazatun. Anda bo'lgan chaqda buningdan ezinin bo'ladi desa, buningdan ezi, ya'ni bu 3 kundan az bo'lganlari o hayzning ki azlarıdan tüven boğan, kem boğanı ve onunki köpe, yani 10 günden eşip ketkini o nima dese, bu istihaza. Bu, şu ayal kişinin balı yatqısından kisel emas, cinsi yoldan kisellik sebebi bilen çıkıvatkan kan bulup, bu namazda tosmaydı, namazda tosmaydı bu.
لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّرْعِ Çünkü bu şeriatninki bekitken ölçümüdün ortuk, şuna فَلَا يَكُونُ حَيْزًا o hez olmaydı. وَلَيْسَ بِنَفَاسٍ o nefas mı hem olmaydı. Çünkü onu olan balın ve kımmede toğulmadı. فَيَكُونُ istihaze anda boğanda bu hun istihazesi buludu. لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة في هذه الثلاثة. Çünkü balıyatkudun çıkan kanla şu işte ya hez buluşta, ya nefas buluşta, ya ki istihaza buluştukta toxtuğan. Onundan başka bir kan bulmaydı. قال وما تراه الحامل استحازة لأنها لا تحيز. استحازة musannif ayal hamildar balı kötürüvatkan qo'siqida balı tug'moqchi bo'lgan yani qo'siqida balisi hamildar ayal hamildar jayronida qon kurab qolgan bo'lsa bu qon qanday bo'ladi desa bu istihaza bu. Chunki hamildar ayol hech ko'rmaydi. Uning ko'gini hech emas istihaza bu. Ammo buningda Imom Shofiy rahmatullohi alayhi qarshi bilakki Imom Shofiy rahmatullohi alayhi hech bo'ladi bu. لأن بالحمل ينسد فم الرحم. Çünkü qo'saq ko'tirash bilan balı yatquning eg'izi itiladi. Balı yatquning eg'izi itilganligi uchun uningdan kinki qonlar o balı yatquning ichidan chiqmagandan o hayzning qani bo'lmay, o istihazaning qani bo'ladi. Va yasiru damul hayd g'izaan lil janin fala yakunu hayzan. Hayzning qani o türelmege, qo'saqdagi türelmening uzuqi o hayz bo'lib ketmaydi, ya'ni eqib ketmaydi. Qo'saqdagi bala uni uzuqlanib turgan uzuq o. Shuning uchun unda bala qo'saq ko'tirayotgan chaqda kep qolgan qonni o balayatdan chiqqan qon emas, ham hayzning qoni emas. Chunki o bala uzuqlangan qon, ammo o istihaza qon, namazdan to'smaydi deymiz. Qala va huwa la yamna'u as-sawma wa as-salata wa al-wat'a. Bu istihazaning qini namazdan to'smaydi. O namoz o'qisa bo'laverdi. O istihaza bo'lib qolgan ayol ro'zadan to'smaydi. Ro'za tutaversa bo'ladi. Cinsi münasebettin tosmaydı. Liqavlihi aleyhisselam lil mustahaza tevaddai ve salli ve in qatarad-damu alal hasir qatran. Peygamber aleyhissalatu vesselam shundoq xun kesiliga giribda bo'lgan ayol kishiga siz tarit ilib namoz o'qing, gerçi qon tug'an bo'r gilamga tamçı temip tosumu degan Resulullah. Demek istihazeder ayal yani xun kesili bo'lib qolgan ayal o temip tosumu, eqib tosumu, chiqib tosumu qanday qiladi? Namoz o'qiydi, ro'za tutadi, jinsi munosabat qilg'ili bo'ladi. Chunki o kasallikdan bo'lgan. Kasallikdan bo'lgan, o davolansa o'xshalishi mumkin. Belki o'xshalmasligimi ham mumkin. Va fi hadisin oxira innama huwa damu irqin infajara. Yeni bir hadisda o bir yeyilib ketgan tumuning qani o degan payg'ambar bir tumu yeyilgan, tishilib, etilib ketgan tumuning qani o. Shuning uchun fala yamna'u karru'af. Xuddi burni qanab to'xtamagan adamning namaz bo'layverganga o'xshash, o namozdan to'smaydi deb Rasululloh shuni bayon qilgan.
Ana bu hadisni İmam Ahmed Musnad'da çıkardı. Yine Fatıma Ebi Hubeş'tin fa innema zalike rekzetun mineşşeytan de Peygamber sallam bu şeytanniki bir çukup koyuşudun boğan yoki üzülüp ketken bir tumudun boğan yoki şu ayalga kelgen bir kesellikten boğan deb Resulullah haber vergen. قال وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص. Qanның türü xilmi-xil bo'lganlik uchun ba'zida qora, ba'zida qizil, ba'zida do'ng, ba'zida seriqroq bunda holatda bo'lganlik uchun ayol kishi hiz muddatida hizdar muddatda ya'ni tuni 3 kundan yuqursa 10 kungachilik bo'lgan o'sha orliqda ko'rgan har turli qonlar qanday qon bo'lsin hayz o toki o ayol saf shu ganjiga o'xshagan haqqa o'xshagan saf bir oq suyuqlikni ko'rganiga qadar o hayzdan qani. Lima rawa anna nisaa kunna ya'rizna al-karasif ala Aisha wa kanat idza ra'at al-kudra qalat la hatta tarayna al-qassata al-bayda'a. Rivayet qilgan hadislarda ayollar Ayşe radhiyallohu anha paxtilini ko'ksitdi. Yani şu ayollar özününki hazdar vaqtida pokizlangan, tozalik qilgan qog'ozlarni Ayşe xonimga ko'rsatdi. Ayşe xonim dug'liqni ko'rsa, şu ayollarninki şu paxtisda, yani tozalik qiladigan paxtida bugungi qog'ozda azroq bir duo, azroq bir xil yiringga o'xshagan yoki bir buzilgan qattiq sutga o'xshagan bir rangni ko'rib qolsa, u deytdiki, "Yo'q, siz namoz o'qimoqda pak bo'lmabsiz, ta oq bo'lgan, hech qanday bir elishang'usi yo'q, suyuqlikni ko'rganga qadar" deb mana Ayşe radhiyallohu anha hayzdan saqlashninki eng oxirgi nimasi vaqtini shu oq bir suyuqni, ne o dug'uluq, ne o qora, ne o qizillik, hamma rangni Ayşe radhiyallohu anha hayzdan qatorida sanavatgan. Yani beyaz xolisni. İmam Abu Yusuf rahimahullah la takunul kudratu haydan illa ba'dad-dami. Endi qon haqida bu hayzning qani qanday qon deganda hayzning qoni qop-qora bir xil buzilgan go'shtning rangida, qanaq chilan rangda qop-qora qon o hayzning qani. Onundan keyin bir kun kap bo'lgandan keyin azroq suzilib, ba'zi duo kelayotgan, yiringning holatida kelayotgan, yiringning rangida kelayotgan qon o hayzning qanimi emas bu deganda İmam Abu rahimahullah bu hayzning qani buludu degan. İmam Abu Hanifa hayzning qani degan, hayzga hisob degan. İmam Shafi'i hayzga hisob emas, illa qora qon degan. İmam Abu Yusuf rahimahullah buni ikkiga bo'lib hayzning qani kap bo'lgandan keyin dug'lashgan bo'lsa, bu dug'lashganlik hayzning qani. Agar dastlab kelgan chaqda duo qon kelgan bo'lsa, bu qon hayzning qani emas degan. Li'annal kudrata ma yatakaddar. Chunki dug'liq degan buzilgan narsani deymiz. Ve avvalu şey'i la yetekaddaru. Bir narsaning avvali degan buzilib, dug'ilish qolmaydi o. Valana bizlarga İmam Abu Hanifa tarafdorlariga ma ravayna an Aisha g'ayri baslin. Mana Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan bu hadis ayrimay, mayli dug'i bo'lsin, mayli qari bo'lsin, qanday qon bo'lishdan qat'i nazar hatta taraynal qassatal baydo
süttek, yeni haktek, haktek, ak bir suyuqluqni kömügenge kadar dep Ayşe radhiyallahu anh duguluqni yeni bir ayrımıdı. Bu bir. İkincisi veli ennaha min elvanid-dam. Bu duguluqninki qanning rengidir. Pesavaun kanet evvelen ev ahiren ke gayriha min el-elvan. Bu duguluq onundan başka qara yoki qizil rengliga o'xshash, avvalda bo'lsa-mu, oxirda bo'lsa-mu, o'xshash hayzning qani. Endi Imom Abu Yusuf rahimahulloh avvalda kelgan bo'lsa, o hayzning qani bo'lmaydi. Ammo hayzning qani kap bo'lgandan keyin dug'ulashgan bo'lsa, bu hayzning qani bo'ladi deganligi uchun mayli avvalda bo'lsin, oxirda bo'lsin, boshqa rengliga o'xshash, bu hayzning qani. İmam Abu Yusuf'un ve kavluhu evvelu şey'i la yetekadderu. Bir nersinin evveli dug'ulaşmaydı degan sözüge biz deymiz ki nemişki bunda evveli dug'ulaşmaydı, evveli buzulmaydı deysiz. Ve haza innema yakunu fi ina'in yasilu min a'la ve haza yasilu min esfelihi. Endi vaza bu bir narsinin evvelinin dug'ulashmaydiganligi bir qachi bo'lib, o qachining üstün tiripidan su oqsa dug'ulashmaydi. Mana mavi ostin tiripidan oqdi. Fayajibu an takuna al-qudratu awwalan kal jarrati tansaqibu min asfaliha. Unda bo'lganda kudret evvel buluş lazım. Tigidin tişilgen idişke o'xshash. Bir idiş var, sunun küpü var, su ısıp koyulduğun toң idişke o'xshagan ki, onun su ısılsa, onundaki duguluq, lay, nege yığılıdı, tik yığılıdı. Unda bo'lganda, onun üstü tiripi süzülgen boğaçqa, üstü tiripidin aqsığı süzüp çıka, evveli dugulmaz. Astı tripidin aqsa astı tripidin aqsa u duguladı. Çünkü layları, duguları tik urlaşkanlıken muşunun o'xshash ayal kişinin balıyatmıştan çıkıdığan kan mı? O üstü tripidin emas, astı tripidin çıkıdı. Astı tripidin çıkan boğaçqa evvelen dugu çıkışı gerek. Onunki dugu çıkışı lazım. Şuna qandın kin dugu olsa hez, qanның aldıda dugu bulap qalsa hez emas degan gap o yerde var yok. O tigidin tişilgen idişke o'xshash, bunun tigidin aqqan boğaçqa aldı bilen dugu bo'lishi mumkin tehe. Fa innahu tasilul qudratu awwalan. O tigidin tişilgen idişninki den chiqqan su avvalida dugu aqidi. Muşunun o'xshaydi mavi. Muşu ayal kişinin balıyatmıştan çıkan kan mı? Şunun o'xshaydi. Ve hukmul haydi vel istihazati vel nefasi innema yasbutu bi huruci demi ilal fercil harici. Hayzning hükmü, istihaza yani xun kesilinin, nefasning hükmü kanning cinsi a'zanın teşhiği çıkışı bilen isbotlanadi. Ama cinsi a'zanın teşhiği çıkmagan bo'lsa yoki oshkora bo'lmagan bo'lsa, o vaqtda onu qon chiqibdi, yana hez bo'lib qolibdi, yoki nafas bo'lib qolibdi, yo xun istihozasi ekan deyilmaydi. Teşhiği chiqqanda, oshkora bo'lganda, kuyungan chaqda hisob qilinadi. Li'annahu ma lam yazhar fa huwa fi ma'danihi. Chunki o oshkora bo'lmasa, o o'zininki makonida bo'ladi. Ya'ni oshkora bo'lmagan narsani yani makanida balıyatqının içinde ya tumurda ya ki cinsi yolun içinde dep hisoblab onunga hez ya nefas ya ki xun keseli dep hüküm bununla berilmeydi. Qala ve tuhrul mutakhallilu fil muddati haydu. Hez vaqtida arlap hem de heznin qini bir kelgancha to'xtamay, yani üzülmey
keladigan ish yo'q. Pat-pat to'xtab qoladi, pat-pat uzilib qoladi. Shu jayronidagi poklikni nima deymiz desa, u hezning hukmida. Li'annal mudda la tustaw'abu bid-dam. Chunki vaqt hezning vaqti butun qon bilan to'shab ketmaydi. Davomli qon eqib turish shart emas bu yerda. Fa'tubira awwaluha va akhira. Shunga u qonning avvali oxirisi e'tibor qilindi. Avvalidan boshlab oxirisiga qon e'tibor qilinib, uning o'ttirisdagi ba'zi bir qon to'xtagan, qon uzilgan chaqlar u hezning hukmida hisoblanadi. قال وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا ويحرم عليها الصوم فتقتضيه. Musannif mundaq dedi. Bu heyz ko'rgan ayoldan namozni asla mayli adası olsun, mayli qazası olsun buni saqit qilib o'tadi. Ya'ni heyzning o'zi ayol kishining namozinin qazası olsun, adası olsun onu öteştin efekiniz o'tadigan bir ibadet ish. Va ayolga ro'za tutishni harom qiladi. Ro'za tutish harom, fataqzihi uning qazosini qiladi. Liqavli Aisha radhiyallohu anha deganlik uchun kunnan nisa ala ahdi Rasululloh yaqdina as-sawma va la yaqdina as-salat. Ayollar Rasulullohning zamonida ro'zining qazosini qildi, namozning qazosini qilmaydi. لأن الصلاة تتكرر في كل شهر وكل يوم فتحرج في القضاء. Çünkü namaz her ay, her günde tekrarlanıp durdu. Şuna o qazasını qilib olanmaydı. Qiyinchilik var. Qazasını qilashdan ro'za degan yilda bir qitim pala haraj, mashaqqat yo'q. Bir yilda bir qitim tutqanligi uchun ya 10 kun, ya 9 kun, ya 8 kun shuni tutadi. Ammo namoz har oyda, har kunda bo'lganligi uchun o ayol kishi har oyda hech kurash orqali bu namozning qazosini qilib olanmaydi islomda. Va yahrumu watquha. Ana bu hech ko'rgan vaqtda qanday bo'ladi desa, ayol kishi bilan munosabat qilish harom bo'ladi. Cheklanadi. Alloh taolo deganlik uchun wala taqrabuhunna hatta yathurna. O ayollar pok bo'lganga qadar uning bilan yaqinlashmanglar dedi. Endi ayni vaqtda yahudlar ayollar hayz ko'rgan chaqda billimi o'ltirmaydigan, billimi yatmaydigan, billimi turmaydigan, billi yeb ichmaydigan şu derecede ayollardan kaçır ekan. Nasaralar çoğu desa, nasaralar o ayollar bilan hech qanday ish bo'lmagandek bilib o'tadi ekan. İslam shuning ikkisining o'ttirisida yo'lni tutib, ayol kishi kelgan chog'ida bunda tuvandagi muomalani qilishni talab qildi. Bu yerdagi nahi haromlik uchun, harom qilish uchun. وَإِنْ وَتِئَهَا فِي الْحَيْدِ طَائِعَيْنِ أَسِمَا وَيَكْفِيهِمَا الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ. Ve eğer o ayolni heyz vaqtida o münasebet qilsa, ikkilisi o'zining ixtiyorligi bilan ermi shunda qilishni xohlabdi, xotinimi shuni xohlabdi, her ikkilisining o'zining ixtiyorligi bilan hezlar vaqtda munosabat qilgan bo'lsa, ikkilisi gunohkor bo'ladi. Ve bunun kappareti degan haqda kapparet haqida ulamalar nurg'un ixtiloflarni qilgan. Va yakfihimal istig'for va tavba. Bu ikkisiga istig'for bilan tavba kifoya. Her ikkisi istig'for etib, qilgan gunohlarga pushmon qilib, qilgan gunohlarga qattiq tavba qilsa, Alloh taoladan mag'firat talab qilsa bo'ladi. لقول الصديق رضي الله عنه لمن سأله عن ذلك Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan shu haqda savol so'ralgan chog'ida istagfirulloh va la ta'ud. Alloh taoladan istig'for et, ikkinchi qitim qilsama bunda gunohga tushma degan. Mana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu yerda kapparatning gapini qilmadi.
Ve in kana ahaduhuma ta'i'an vel aharu mukrahan asimat ta'i'u vahdahu. Agar ikkisining biri ixtiyorligi bilan shug'ullanibdi, yana biri zo'rlanibdi, majburlanibdi, yana ayol kishi zo'rlanibdi, ya unimisan so'zingni beraman debdi, ya tayoq o'g'li qo'pabdi, yoki boshqa bir besim ishlatish orqali zo'rlangan bo'lsa, bu yerdagi gunohkor kim? Shu o'z ixtiyorligi bilan shu ishni qilgan kishining o'zi gunohkor bo'ladi. Ammo majburlangan, zo'rlangan kishi bu gunohkor bo'lmaydi. Qala fil fatawa va haza fil hukm. Musannif mundaq deydi, Al-Fatwa nomli bir kitob bor. Mush kitobda bu hukmda, hukm qilgan chaqda shundaq bo'ladi. Ve yustahabbu an yatasaddaqa bi dinarin aw nisbi dinarin. Bir dinar pul bilan sadaqa qilib o'tish yoki yarim dinar pul bilan sadaqa qilish orqali kaffarat qilib o'tish bu yaxshi ish, bu mustahab ish. Qila ma'nahu in kana fi awwal al-hayd fa dinarun va fi akhirih nisbun. Ba'zan ulamalar bunun ma'nosi yani bir dinar bilan sadaqa qilsin yoki yarim dinar bilan sadaqa qilsin deganning ma'nosi, agar hayzning avvalida jinsiy munosabat qilib qolgan bo'lsa bir dinar, oxirida yarim dinar degan. Chunki saqaygan bo'lishi mumkin, o'ngshalgan bo'lishi mumkin. Bu hayzning qani to'xtagan bo'lishi mumkin deb o'ylab qilsagan bo'lsa, sal qarg'anlik uchun yarim dinar. Wa qila in kana ad-damu aswada fa dinarun wa in kana asfara fa nisbu. Ba'zan ulamalar qonga qolaymiz deb, agar qon qora bo'lsa bir dinar, agar qon sariqroq bo'lsa uning yarimi degan. Ve bi cemi'i zalika varadal hadis. Muşahaqning, mushu yuqoridagi deyilgan hamma ko'z qarashlarni dalillaydigan, kuchlantiradigan va buningga hujjat bo'ladigan hadis kelgan. Shu hadislarga asosan ulamalar shundoq qarashlarni o'ttirga qo'ygan. Ve yakfuru mustahilluhu لأن حرمته ثبتت بالكتاب والسنة. Hayzdar vaqtda munosabat qilishni halol sangan kishi, nima bo'pti munosabat qilgan bo'lsa, nimaga daxlisi ekan, nima zini bor buningki, u qilsak qilaversak bo'lmamdi, o'zimizniki bo'lgandikin deb o shundoq bir halol sangan bo'lsa, munosabat qilishni halol sangan bo'lsa, onu halal sanılan adam kafir oldu. Lianna hurmatahu sabatat bil kitabi vel icma. Çünkü bunun haramlığı, munasabat kılışının haramlığı, Kur'an bilen, bu yerdeki kitap Kur'an maksat, Kur'an bilen وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Bu yerde Allah Teala dese, yine يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيزِ deb kitap bilen bunun haramlığı sabit bo'lgan, icma bilen hem İslam ümmeti Kur'an hadisga asasen biroqlam icma kelgan. Shuning uchun hem Kur'an'a, hem hadisga, hem icmaga o qarshi chiqib, uni halol sanaganlik uchun o kafir. Çünkü Allah'ın kitabının ekanligi aniq bo'lgan ishdan birini inkar qilgan, tangan, ya Allah Teala haram qilgan ishni kitob sünnet bilan onu halal sanagan kishi kafir bo'ladi. Qala ve yestemti'u biha ma fawqal izari. Endi Musannif rahimehullah dedi ve yestemti'u biha ma fawqal izar. Bu ayol bilan iştinning ustidagi joyi bilan, ya'ni kindikining ustidagi joyi bilan manfaatlansa, o halal.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما سألت رسول الله ما يحل للرجل من امرأته الحائض قال ما فوق الإزار. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu deganlik uchun men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan er kishiga uning hayz ko'rib qolgan ayol kishidan qandoq bir yerlari halol, ya'ni qandoq yerlardan foydalansa bo'ladi, manfaatlansa bo'ladi deb so'rasam, Payg'ambar alayhissalatu vassalam ishtonning ustidagi yerlardan manfaatlansang bo'ladi deganlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda ishtinning ustini, ya'ni ayol kishininki ishtinning ustundan kendikining ustini qanday manfaatlansa, qanday manfaatlanmak bo'lsa, uningdan manfaatlansa bo'ladiganligini bu hadisda xabar bergan. Va Aisha radhiyallohu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. Aisha radhiyallohu anha Rasulullahning haydar vaqtdagi ahvolini xabar berib deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni buyurdi. İştingizni chinroq etib o'ting deb men ishtimni chin etib o'tdim. Fayubashiruni va ana haizun, men haydar holatimda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni quchoqlaydi dedi. Endi bu mubashirat degan teriga yemliganlik deydi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni shu haydar holatimda ishtonni etayotgandan keyin quchoqlaydi dedi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allah subhanahu va taolo darsimizni manfaatli qilsin. Allah taolo shu darsimizni davom ettirishni nasib qilsin.